4-chi bob. Hazreti Ayso Yahyo payg'ambardinmi ko'p shogird qabul qilib, ularni cho'mildirib yetibdi degan xabar farishtalarga yetdi. Amaliyotda Hazreti Ayso o'zi emas, shogirdlari cho'mildiratdi. Ularning xabar topqinini uqqan Hazreti Ayso Yahudiya o'lkasidan chiqib, yana Galileyaga ketdi. Yo'l ustida Samariya o'lkasini o'tishga to'g'ri keldi. Buning bilan Hazreti Ayso Samariyaning Sihor degan yesiga keldi. Sihor burunqi zamonda Yoqub o'z o'g'li Yusufga miros qilgan yerga yaqin bo'lib, Yoqub quduqi degan quduqmi shu yerda edi. Hazreti Ayso safarda charchaganligi uchun quduqning yeniq kelib o'ltirdi. Bu tush vaqti bo'lib, Hazreti Aysoning shogirdlari yemaklik setib olish uchun shaharga kirib ketgan edi. Shu chog'da Samariyalik bir ayol suvga keldi. Hazreti Ayso uningga "Menga biroz usulliq bergaysiz" dedi. Yahudilarning Samariyaliklarni kofir deb, hatto ularning chini qochilarini mu ishlatmaydiganligini bildigan ayol, "O'zingiz Yahudi turib, mendek Samariyalik ayoldan qandoqlarcha su talab qilib qoldingiz?" deb so'radi. Hazreti Ayso bundoq javob berdi: "Agar siz Xudoning sovg'utining nimaligi va sizdan usluq so'rgan kishining kim ekanligini bilsangiz edi, undaqda siz uningdan shuni tilatdingiz-da, u sizga hayotlik suyini beradi." Ayol: "Taqsir, quduq cho'nqur, uning ustiga su tatilgan asboblar yo'q tursa, hayotlik suyini nereden tapalaysiz? Bu quduqni ajdodimiz yoqib qo'ligan. Uningdan o'zi, o'g'illari va mol varonlarimi su ichgan. Acaba siz bu sizdanmi yaxshi su beraman deb o'zingizni ajdodimiz Yoqubdan ulug' demoqchimi?" deb so'radi. Hazreti Ayso mundaq deb javob berdi: "Bu suvni ichganlar yana usaydi. Ammo men beradigan suvni ichganlar menga usumaydigan bo'ladi. Men beradigan suv ichgan kishilarning qalbida etilib chiqadigan bir buloqqa aylanib, ularga mangulik hayotlik beradi. Taqsir, menga bu suvdan bergaysiz. Shu suv bilan tashnoligimni qondirib, quduqqa ikkinchi kelmaydigan bo'lay", dedi ayol. Hazreti Ayso: "Berib, eringizni boshlab keling", dedi. "Erim yo'q", deb javob berdi ayol. "Erim yo'q deb rostini aytdingiz. 5 oyga tekkan edingiz. Hozir siz bilan birga yashayotgan odam eringiz bo'lmaydi. Buni to'g'ri aytdingiz", dedi Hazreti Ayso. "Taqsir, endi tushundim. Siz aslida payg'ambar ekansiz. Shunga aytib bersangiz, ajdodlarimiz bu tog'da ibodat qilib kelgan. Lekin sizlar Yahudiylar nima uchun ibodatni Yerusalimda qilish kerak deb kim tursizlar?" dedi ayol. Hazreti Ayso uningga mundaq dedi: "Xonim, so'zimga ishoning. Shundoq bir vaqt keladiki, Xudoga ibodat qilish uchun kishilarning bu taqqa yoki Yerusalimga berishining hojati qolmaydi. Sizlar Samariyaliklar Xudoga ibodat qilgan bilan uni bilmaysizlar. Biroq biz Yahudiylar kimga ibodat qilganimizni bilamiz. Chunki qutqizilish Yahudiylar orqali dunyoga keladi. Lekin shundoq bir vaqt keladi, shundoqlik kelib qoldiki, kishilar ruhi bilan va Xudo oshkorlagan haqiqat bo'yicha uningga ibodat qiladi. Arishdagi otimiz o'ziga ana shundoq haqiqiy ibodat qiluvchilarni izlamoqda. Xudo ruhdir. Uningga ibodat qiluvchilar ruhi bilan va Xudo oshkorlagan haqiqat bo'yicha uningga ibodat qilish kerak." Ayol Hazreti Aysoga: "Masihning, ya'ni qutqizuvchining keldiganligini bilaman. U kelganda bizga haqiqatni to'liq tushuntirib berdi",
dedi. Siz bilan söylüşüvatkan men, u bo'laman, dedi Hazreti Ayso. Dal shu chog'da Hazreti Aysoning shogirdlari qaytib keldi. Ular uning bir samariyik ayol bilan söylüşüvatganligiga hang-tang qilishdi. Lekin hech qaysisi Hazreti Aysodan siz uningdan nima so'rmoqchisiz yoki siz nemishqa uning bilan söylüşsiz debmi so'ramadi. Shuning bilan ayol ko'zisini tashlab shaharga qaytib berib kishilarga yuringlar, hayotimda qilgan ishlarimning hammasini menga aytib bergan odamni ko'rib kelinglar. Ajaba, qutqizuvchi Masih shumidi? dedi. Buning bilan kishilar shahardan chiqib Hazreti Aysoning oldiga kelishga boshladi. Shu vaqtning o'zida shogirdlari Hazreti Aysoga ustoz, ozroq bir narsa yavosingizchu deb o'tinishdi. Lekin Hazreti Ayso mening sizlar bilmaydigan bir yemakligim bor dedi. Shogirdlar bir-biriga ajaba biri ustozga yemaklik akilib berganmidi deyishdi. Mening yemakligim meni avatgan Xudoning irodasini amalga oshirish va uning menga topshirgan ishini tamomlashdir dedi Hazreti Ayso. Hazreti Ayso shahardan kelayotganlarni ko'zda tutib, so'zni davomlashtirib, shogirdlarga mundoq dedi. Sizlar hosul yig'ishqa yana 4 oy bor deysizlar. Ammo sizlarga aytamanki, beshinglarni ko'tarib, etizlarga qaranglar. Ziroatlar sarg'iyib, urushga tayyor bo'lgandek, bu kishilarmi e'tiqod qilishga tayyor bo'ldi. Xuddi hosul yiquvchi haqqini ilayotgandek, bu kishilarni menga e'tiqod qilishga yetaklayotganlarmi Xudodan tegishlik inom ilayotidi. Ularning yiqqan hosili bo'lsa, mangulik hayotga erishgan kishilardir. Shunda qilib, terixchi va o'rmichi tang xushallanadi. Biri teriydi, yana biri yig'idi degan tamsil to'g'ridir. Men sizlarni o'zinglar emas, boshqalar emgak singdirgan bir hosulni yig'ishga avatdim. Shuning uchun sizlar tayyor bo'lgan bu hosulni yiqquvchisizlar. Sihor yesidiki nurg'un samariyiklar yilqi ayolning hayotimda qilgan ishlarimning hammasini menga aytib berdi degan so'zni anglab Hazreti Aysoga e'tiqod qildi. Shunga ular Hazreti Aysoning oldiga kelib, uning o'zri bilan bila turishni talab qilishdi. Shuning bilan Hazreti Ayso u yerda 2 kun turdi. Uning ta'limi orqali texmi ko'p odam uningga e'tiqod qildi. Ular ayolga bizning e'tiqod qilishimiz endi faqat sizning so'zlaringiz sababidilla emas, balki o'zimizning anglaganligimizmi bo'ldi. Uning haqiqatan dunyoning qutqizuvchisi ekanligini bildik deyishdi. 2 kundan keyin Hazreti Ayso Galiliya o'lkasiga qarab yo'l oldi. U o'zi burun hech qanday payg'ambar o'z yurtida hurmatga sazovar bo'lmaydi degan. Galiliyaga kelganida Galiliklar uni qarshi elishdi. Chunki ularmu o'tib ketish heytini Yerusalimda o'tkazgan va Hazreti Aysoning u yerda yaratgan mo'jiza ham karomatlarini ko'rgan edi. Hazreti Ayso Galiliya o'lkasida turgan vaqtida Kana yesiga yana bordi. U dal shu yezdagi bir to'yda suvni sharobga aylantirgan edi. Shu kunlarda Kapernaum shahrida o'g'li kasal bo'lib yotgan bir o'rda amaldori bor edi. U Hazreti Aysoning Yahudiydan Galileyaga kelganligini anglab, uning oldiga bordi va uyimga berib, sakrat yotgan o'g'limni saqaytib bersingiz deb o'tindi. Shuning bilan Hazreti Ayso uningga sizlar Galiliklar mo'jiza va karomatlarni ko'rmaguncha menga e'tiqod qilmaydigan o'xshaysizlar dedi. O'rda amaldori Hazreti Aysoga Hazratlari balam o'lmasda bag'aysiz dedi. Uyingizga qayting. O'g'lingiz hayot qoladi
dedi Hazreti Aysa. Helikı odam Hazreti Aysa'nın aytgan so'ziga ishinib, uyga qarab mangdi. Yo'lda chakarlari uning oldiga chiqib, o'g'lining hayot ham salomat ekanligini uqtirdi. Amaldor ulardan o'g'lining qachondan boshlab yaxshilanishga yuzlanganligini so'rg'inida, ular tunugun tushdan keyin soat 1da qizimsi yondi deyishdi. Bolaning otasi buning dal Hazreti Aysoning o'ziga o'g'lingiz hayot qoladi degan vaqt ekanligini esiga oldi. Shuning bilan u va butun oilasidagilar Hazreti Aysoga e'tiqod qilishdi. Bu Hazreti Aysoning Yahudiydan Galileyaga kelib ko'rsatgan ikkinchi mo'jizasi edi.